Alaykum va rahmatullohi barakot. Biz bugun sizlarga mol qo'lini buzish jarayonini ko'rsatib boramiz. Oldingi videolarimizda aytib o'tdik, har bitta go'sht bilan tanishtirib chiqaman deganim sizlarni. O'shani buzish jarayonini ko'rsataman sizlarga, xudo xolasa. Mana bu mol qo'lini biz kalta ko'chirib olamiz. Uzun bo'lib ketmaydi. Mana bu yerda kitir-kitiri bor. O'sha narsasini mana bu qovurg'ani ustida qoldiramiz biz. Qovurg'ani ustida qoldiramizda, shunda bu qovurg'a go'sht ham go'shtli bo'lib chiqadi, zo'r bo'ladi. Buni biz rahmatli Jamol aka o'rgatganlar bu narsani. Oxiratlari obod, joylari jannatda bo'lsin. Shu odam o'rgatib o'tganlar. Har gal qo'l buzayotganimda shu odamni eslayman. Bu Jamol aka ustozim akalari bo'ladi. Ya'ni Dilmurod aka 004 Dimkani dadalari bo'ladi. Juda yaxshi inson edilar. Ulardan ham ko'p narsani o'rganganmiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Hozir mana sizlarga ko'rsatib boraman shuni. Mana bu betida anaqasi bor. Dumaloq qilib pichoq uchida shunday yurg'izish kerak. Biz buni chopmaymiz, ko'pchilik chopadi. Hammada buzish har xilda. Hammaning o'zining stili bor. Menga shunisi oson bo'lgan, shunisini olib qo'yaman. O'rgangan narsam shu. Mana bu yerda payli joyi bor. Shu payli joyini shundoq kesib, bu yoqda ham payi bor, ozgina shunda boshini kesib olsanglar, keyin chizish osonroq bo'ladi. Hammaga ko'rsatayotganda ba'zi ozgina hayajon bo'lar ekanda odamda. O'zingiz ishlayotganingizda bemalol kesib, buzib, chopib tashlayver ekansiz, lekin kimgadir ko'rsataman, chiroyliroq buzishim kerak deganingizda bu lopatkani ustiga chizib o'rganim, mana bu go'sht nimasi ham go'shtli bo'lib ko'rinaveradi. Bu ustini kesib olib o'tirilmaydi. Bu qo'l go'sht, ana molli qo'lidan oshlar, yana boshqa ovqatlarga yaxshi bo'ladi. Sochni, shirin joylardan bo'ladi. Qo'li quruq pishmaydi xullas. Bu qo'li ham juda yaxshi joyi. Mana lopatkasini olib tashlaymiz. Bu orqa tomoni, ichki joyi, bu tashqisi. Bu kachalkali, tushonkalarga, oshlarga zo'r bo'ladigan joylari, bu yoqlari. Mana bu qo'lni tashqi qismi. Oshlarga asosan katta oshlarga ham qo'l ishlatsa shirin chiqaveradi. Sochni pishadigan joylari mana shu. Duoda bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Keyingi safar xudo xolasa son qismini ikkiga bo'lib, qanaqa nima qaysi tomoniligini aytib boramiz xudo xolasa inshaalloh. Salomat bo'linglar, duoda bo'lasizlar.